Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizani kuzatib boruvchi podpischilarimiz, Alloh taolo barchalaridan o'zi rozi bo'lsin. Alhamdulillah. Mana masjidimiz ishlari avjida. Xudo xohlasa podval qismini shu montaj qilish jarayoniga alhamdulillah yetib keldik. Azizlar, mana ko'rmaganlar uchun bu masjidimizning podval qismi. Mana g'ijdonlik tadbirkor akalarimiz masjidimizga 4 trilon mis kabel ehson qildilar, g'ofralar. Alloh taolo ularning qilayotgan ehsonliklarini o'z dargohi ilohiga qabul qilsin. Xudo xohlasa azizlar, mana shu masjidimizning podval qismini montaj qilish niyatida turibmiz. Bizlarga hozir yana 3 ga 2,5 mis kabel kerak bo'ladi. Montajni kabel kerak bo'ladi. Xudo xohlasa shuni ham keltirsak inshaalloh ishni ustalarimiz boshlaydilar. Shunga befarq bo'lmaysizlar degan umidda bizlar. Xudo xohlasa shu kabellarni olganimizdan keyin, montaj qilganimizdan keyin ustalarimiz, akamiz usta aytib qo'yganlar, xudo xohlasa bu yerni o'sha shkatyorka, so'g'd ishlar boshlanadi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.